Toshkent shahar hokimligi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Toshkent shahrida joylashgan Bektemir kichik sanoat zonasi, Yangi hayot industrial texnoparki hamda Yangi avlod maxsus iqtisodiy zonasiga press tur tashkil etildi. 2017-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bo'sh turgan kichik sanoat binolaridan samarali foydalanish maqsadida mamlakatimiz bo'ylab kichik sanoat zonalari tashkil etila boshlandi. Bugungi kunda Toshkent shahrining 8 ta tumanida umumiy 135 gektar hududda tashkil etilgan kichik sanoat zonalarida 650 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari faoliyat olib bormoqda. Bu korxonalarda 16 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Umumiy yillik ishlab chiqarish hajmi 4,5 trillion so'mga, eksport ko'rsatkichlari esa 100 million AQSh dollariga yetgan. Hududdagi ishlab chiqarish binolarining umumiy maydoni 31300 kvadrat metrga teng bo'lib, korxonalar faoliyati eksport, mahalliylashtirish va energiya tejamkorligi yo'nalishlariga qaratilgan. Bektemir tumani kichik sanoat zonasi Parlak ambalaj mahsuloti cheklangan jamiyat qadoqlash sanoatini ham o'z ichiga oladi. 2017-yilda Bektemir kichik sanoat zonasida faoliyatini boshlagan Parlak ambalaj mahsuloti cheklangan jamiyat bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydigan qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biri. Korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotlar nafaqat ichki bozor ehtiyojlarini qondirmoqda, balki eksport salohiyatini ham oshirmoqda. Korxonamiz Parlak ambalaj korxonasi oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari uchun qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda 300 dan ortiq mijozlar bilan hamkorlik yuritamiz. Har bitta mijozimizni 10 tadan 20 tadan mahsuloti bo'lsa ham, chunki bozor o'zgarib turadi, yangi narsalar ishlab chiqarishadi. 5000-6000 xil mahsulot ishlab chiqarishga moslashganmiz. Hozirda eksport salohiyatimiz ham oshib boryapti. Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, yaqinda даже Afrikaga ham, Zambiyaga ham eksport qilishga muvaffaq bo'ldik. 2023-yilda 700 ming dollar atrofida eksport qilgan bo'lsak, o'tgan yili 2 baravardan ko'p oshirdik ko'rsatkichimizni. Почти 2 million dollarga yaqin eksport qildik. Bu yil ham xudo xolasa 2,5-3 million dollarga yaqin eksport qilishga harakat qilyapmiz xudo xolasa. 2018-yilda tashkil etilgan Energy Sistema mahsuloti cheklangan jamiyat korxonasi kichik sanoat zonasida elektr jihozlari va energiya ta'minoti tizimlarini ishlab chiqarish va montaj qilishga ixtisoslashgan. Korxona faoliyatida energiyani tejovchi texnologiyalar asosiy ustuvorliklardan biri hisoblanadi. Yangi hayot tumanida joylashgan Yangi hayot industrial texnoparki qisqa vaqt ichida zamonaviy ishlab chiqarish va innovatsion yondashuvlar markaziga aylanib ulgurdi. Yirik investitsion loyihalar hisobiga texnoparkda yiliga 700 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu Toshkent shahri sanoat mahsulotlari hajmining 3% va Yangi hayot tumani sanoatining 30% ni tashkil etadi. Bugungi kunda texnopark hududida 101 million dollar qiymatdagi 8 ta loyiha ishga tushirilgan. Yangi hayot industrial texnoparki prezidentimizning 2021-yildagi 4979 son qarori bilan tashkil topgan texnopark hududi 110 gektarni tashkil etadi. Bu hududda hozirgi kunda jami 46 ta tadbirkor tomonidan 65 ta lotga ajratilib, onlayn auksion savdolar orqali sotib olingan. Hozirda qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda hududda 46 ta tadbirkor tomonidan jami 386 million dollarlik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu investitsiya loyihalarini ishga tushirilishi natijasida 10 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Ulardan hozirgi kunda 6 ta yirik 6 ta korxona ishga tushirildi. 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Undan tashqari boshqa yana qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi avlod maxsus iqtisodiy zonasi Yangi hayot tumanida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 764 gektarni, loyihaning umumiy qiymati esa 200 million AQSh dollarini tashkil etadi. Yangi avlod maxsus sanoat zonasi shu Yangi hayot tumanida 764 gektar yer maydonida 2024-yil 20-martdagi prezident qarori bilan tashkil etildi. Bugungi kunga qadar 21 dan ortiq investitsiya loyihalarini 114 gektar yer maydonida joylashtirdik va barcha zavodlar bugungi kunda qurilish ishlarini boshlagan. Biza Yangi avlod maxsus sanoat zonasi boshqaruv kompaniyasi sifatida ichki infrastruktura, demak mazkur investorlarni ichki infrastruktura obyektlari bilan ta'minlash ishlarini ham jadallashtirishni boshlaganmiz va xususan 35 kilometr ichki yo'llarni barpo etish, demak ichki kanalizatsiya quvurlari, gaz quvurlari, suv quvurlari va elektr ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha loyihalash ishlari yakunlandi va bugungi kunda qurilish ishlari boshlangan. Shu bilan birga 1,2 milliard dollar miqdorida investitsiyalar jalb etilishi kutilmoqda. 2025-2027 yillarda mazkur zonada 47 ta rezident korxonaning faoliyat yuritishi kutilmoqda.